Assalomu alaykum. Agroteplitsa olam a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Dushanba barchangizga omadli kelsin. Bugungi videomiz savollarga javob bo'ladi. Anchagina bo'lib qolibdi savollar. Birinchisi, limonni saqlasa, daraxtda masalan hosilini saqlasa 3 oy, 4 oy davomida nima bo'ladi degan savol. Ikkinchisi, qishdan yoqmasdan turib qanday olib chiqish mumkin, isitish tizimlarisiz qanday olib chiqish mumkin degan savollari. Va uchinchisi, yana o'sha mog'or kasalligiga qanday qarshi kurashish va to'rtinchisi, qalamchadan qanday qilib ko'chat qilish deyiladi. Vaqt cho'zmasdan faqat muddaoga o'tamiz aziz obunachilar. Birinchi aytganimiz aziz obunachilar, isitish tizimisiz qishdan qanday olib chiqish mumkin degan savolga mana sizlarga javob. Mana 3 qavatli termos tizimi qilingan. Mana ko'ryapsizlar. Ana tegirgan paytimda suv tushyapti. Ya'ni teplitsani ichida plus bo'lgan degani. Tashqarida hozir tashqarisida mana o'zini ko'rayotgan bo'lsangizlar, sovuq -2 bo'ldi bugun. Ichkarida esa +8 bo'ldi. Termos tizimi qanday qilinadi? Gap shundaki, asosiy plyonkadan 40 sm qochiriladi, ya'ni oltilik sim tortiladi. Uchburchak shaklda bo'ladi. Treугольник shaklda bo'ladi, suv turmasligi uchun. Va undan keyin yana 40 sm qochirilib, mana unda ko'rayotgan bo'lsangizlar, ana treугольник holatda, mana pastga mana tushgan, mana bu yerda ham mana pastga tushgan, mana pastga yergacha tushgan. Treугольник qilinadi. Hozir menda bu bir qavatli, ikkinchisini qilmaganman olib. Ikkinchi qavatini ham tortaman. Yuqoridan joy qilib qo'yilgan, yuqoridan yana bir qavat tortaman. 40 sm qochiriladi. Mana hozir shunda ham o'zi mana ichkarida plus bo'lgani uchun nima suvni ko'ryapsizlar, tuman qilgan. Xo'p, bu +5, +8 saqlab beradi mo'tadil. Tashqarida -5 bo'lgan paytda teplitsani ichida +1 bo'lib ta'minlab beradi. Tashqarida -10 bo'lgan paytda hech bo'lmasa bitta tok pechkalar, pushkalar bilan chiqarsa ham bo'ladi. Yoki tushuntiraman, 2 talik bochkani oldin tomoni 40 sm, orqa tomoni 30 sm yo 20 sm stoyka qilib, baland qismidan 5 sm tushirib mo'ri qilsak, ya'ni bo'ron qilsak 12 metrga, va bu tomondan eng pastidan, eshigini pastidan bitta havo aylantirib turadigan tizim qilsak va eshik qilsak, o'tinni ichiga joylab qo'ysak, ertalabgacha yetadi va +8, +5 atrofida issiqlik berib bilamiz. Keyingi masala aziz obunachilar, mog'or kasalligi deb aytganlar. Mog'or kasalligini bir xil yo'l bilan faqat yo'qotish mumkin, boshqa yo'lini men tavsiya qilmayman. Xo'jalik sovunni 4 ga bo'lamiz. Bir qismini 1 litr suvga solib jidka milla tayyorlaymiz 5 soat davomida va 10 litr suvga solib sepib, bargni ustlari mana sepib chiqamiz. Mog'or kasalligi yo'qoladi. Bir martaga ketmaydi bu narsa. 4 kun tashab 4 marta sepiladi. Videoda ko'ryapman, asosan 3 minut 4 minutgacha ko'ryapsizlar aziz obunachilar. Bu noto'g'ri. Sababi 3 minut 4 minut emas, 12 minut davomida masalan kerakli savollarga javoblar bo'lyapti, lekin sredniy ko'riladigan vaqti 3 minut 4 minut ekan. Shunga 3 minut 4 minutga sig'diraman desam sig'mayapti aziz obunachilar. Tez gapirsam ham sig'mayapti. Sababi bu narsani ko'radigan tomoshabin bu narsani tushunib bo'lishi kerak. Tez gapirsam ham nima deganimni tushunmay qoladi. Kommentariya shu uchun bomba bo'lib ketadi. Bu esa mog'orni yo'qotish edi. Va yana keyingi masala, limonni hosilini daraxtda saqlasa nima hodisalar bo'lib chiqadi? Misol uchun daraxtda 4 oy hosilni saqladingiz,
Bu narsa limon uchun juda ham zarar. Tasavvur qiling, 100 kilolik yukni 2 kun ko'tarib turdingiz, qanaqa holga tushasiz? Kamida 1 hafta lecheniya olsangiz kerak. Bu ham kamida 1 yil hosildan qoladi. Hosil solmaydi degani emas. Misol uchun 100 kilo solib o'lgan limoningiz kamida 10 kilo soladi va dam oladi. Shuning uchun iloji boricha limonni hosilini vaqtida terib olish kerak. Misol bizga o'xshagan 1 gektarli limonariya bo'ladigan bo'lsa, masalan 50 sotig'ini saqlama qilib, o'zida 50 sotig'ini terib oladigan bo'lsangiz, bu narsa bo'ladi. Lekin sizda uyda uyda qilingan teplitsa 3 sotig'li, 4 sotig'li, 5 sotig'li teplitsa bo'ladi. U narsani qila olmaysizlar, chunki keyingi yilga hosildan ayrilasizlar. Shuning uchun u narsani tavsiya qilmayman. Saqlama haqida ham video chiqarganmiz. Saqlama quyidagicha bo'ladi. Saqlama haqida ham video chiqaramiz nasib etsa. Saqlama quyidagicha bo'ladi. Terib olasiz. Terib bo'lgandan keyin yaxshi bir ferida yuvasiz, yaxshilab artasiz va kichkina paketchalar bor, o'sha paketchalarni olib bitta-bittadan solasizda, yaxshi havosini chiqarib, sovuq +5 ta turadigan uyga saqlaysizlar. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Kesgan paytda mana bu nimachasini qoldirasizlar. Bitta barg bilan qoldirsangiz ham bo'ladi. Mana shu qismidan kamida 0,5 sm nimachasi qolishi kerak. Bu namligini saqlash uchun ichi bo'sh bo'lib qolmasligi vazifasini bajaradi. Agar bitta soladigan bo'lsanglar, pakiga bitta bargini ham qoldirsangizlar, namligini juda ham saqlaydi. 6 oydan beri 6 oydan 9 oygacha saqlab bo'ladi. Qalamcha haqida gapirganimizda, qalamcha aziz obunachilar, mana oddiy shu limon bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'rtoq suvdan qilinadi. Asosan 15 sm atrofida barg novda olinadi. 4 tagacha bargi bo'ladi. Bargni 30% qoldirib, qolganini kesib tashaladi. Pastki qismi vertikal kesiladi, yuqori qismi to'g'ri kesiladi. Sababi bitish uchun, pasti vertikal kesilishining sababi ildiz o'tishi uchun va Carnivin yoki Vigrut shunga o'xshagan ildizlatuvchi, Plantastiumga o'xshagan preparatlarga 12 soat, 18 soat davomida bir xil qilib tiqib qo'yiladi va bitta rezinkaga olib 50 ta qilib, misol qanaqadir to'g'radami, boshqadami solib qo'ysangizlar, 12 soatmi, 15 soat atrofida, keyin orasini 15 sm qilib vertikal holatda yerga sanchamiz. Vertikal qilishimiz sababi, to'g'ri tiqadigan bo'lsangiz, misol uchun pasti chirib qoladigan bo'lsa, cherenkamiz ham, ya'ni novdamiz ham chirib qoladi. Vertikal tiqadigan bo'lsak, misol 15 sm ni qayerdandir ildiz o'tadi. Shuning uchun vertikal holatda ikkita bargni qoldirib, qolganini yerga sanchamiz va buni tagiga kaliy, fosfor, karbamid, mochevina, temir moddalarini sepamiz. Sababi 60 kun davomida, bir hafta davomida bir ochilib, purkaladi, suv purkaladi va yana yopiladi. 60-kuni ildiz o'tgan bo'ladi. Limonni istasangiz tuvakka, istasangiz yerga ko'chirishingiz mumkin. Yerga ko'chiradigan vaziyatda aziz obunachilar, orasini 60 ga 60 qilinglar. Sababi ko'chatni sotadigan paytingizda yoki ko'chiradigan paytingizda mana bunga o'xshagan kovlagan paytingizda ildizga zarar berib qo'yasiz. Shuning uchun orasini 60 ga 60 qilsangizlar foydali bo'ladi. Ishlaringizda omad, salomatlik tilaymiz. Qishdan eson-omon chiqib olamiz. Qishdan chiqish haqida video rolik shuni qilamiz deb o'tirgandik aziz obunachilar. Dehqonchiliklaringiz baraka. Videomiz agar ma'qul bo'lsa, podelitsiya qilib, o'zlaringiz, o'rtoqlaringiz, yaqinlaringiz, kerakli shu bo'yicha qiziqadigan obunachilarimizga yoki yurtdoshlarimizga, birodarlarimizga tarqatamiz buni maksimal. Menga misol uchun buni layki ham, podpiskasi ham qiziq emas. Iloji bo'lsa layk bossak, bu narsa yaxshiroq
tarqaladi. Ishlaringiz davomat. Limonara Situs ommaviy kanali yoki Agrotepisi olami doim xizmatingizda bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tasizlar. Hozir уже 500 taga yaqin bo'ldik. Qancha savollaringiz bo'lsa, bemalol kirishlaringiz mumkin. Kanalimizga kirsangizlar, описаниyaning pastida Telegram kanalimizga o'tish degan Telegram belgisini qo'yganmiz. Ustiga bitta bosadigan bo'lsangizlar, через Google Telegram kanalimizga to'g'ridan-to'g'ri o'tasizlar. Birorta savol javobsiz qolmaydi. Sizlar izzatda va hurmatda ishlaringiz davomat. Adresga ko'chat bo'yicha murojaat qilaverasizlar. 99 161 92 40 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Ishlaringiz davomat.